Ronaldoning 2014-yil Jahon chempionatida qolib ketishining asosiy sababchisi bo'lgan murabbiy endi O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lishi mumkin. Tarkibida Ronaldo, Nani, Pepe, Fabio Cannavarolar bo'lgan jamoa Jahon chempionati o'tish o'yinlari orqali zo'rg'a yetib kelganligi yetmagandek, chempionatda guruh bosqichida sharmandali tarzda Germaniyaga 4-0 hisobida yutqazadi. Keyin AQSh bilan durang o'ynab, guruhda sensatsion tarzda qolib ketadi. Keyinroq bu murabbiyni terma jamoadan haydashadi. Bundan keyin murabbiy aytarli kattaroq jamoada ishlamadi va eng oxirgisi Birlashgan Arab Amirliklari bo'lib, bu yerda ham yomon natijalar uchun shu yilning mart oyida haydaldi. Endi shu murabbiyni Ufa so'nggi yillardagi O'zbekistonning eng iqtidorli murabbiyi bo'lgan va o'z uslubiga ega bo'lib ulgurgan Timur Kapadze o'rniga qo'yishmoqchi. Timur Kapadze terma jamoa ichki muhitini ancha yaxshi biladi. Futbolchilar bilan yaxshi aloqada va shu bilan birgalikda juda yaxshi taktik murabbiy. Terma jamoani zamonaviy futbolga yaxshi uyg'unlashtira olishini ko'rsata olgan, lekin rahbariyat unga ishonch bildirmasdan so'nggi yillarda deyarli biror bir ishni qoyillatmagan Portugalni shunchaki Portugal ekanligi uchun olib kelishmoqda. Shu joyda Xayrulla Hamidovning ushbu she'ri juda mos keladi. G'alati elat bu, g'alati el bu. Niyati bo'lakcha, amali mavhum. Bu eldan Buxoriy chiqishi mumkin, lekin g'ariblikda yashashga mahkum. G'alati elat bu, g'alati el bu. Tushunib bo'lmaydi asrorlarini, mashrabni osadi va orqasidan yig'lab o'qib yurar ash'orlarini. G'alati elat bu, g'alati el bu. Botini chirkinlik, zohiri sodda. O'tgan kunlarni yozgan o'g'lini bilmay otib qo'yar Yunusobodda. G'alati elat bu, g'alati el bu. Timsoh ko'z yoshidan bitmish lug'ati. Ibn Sinoni yu Ulug'begini o'zi tug'adi va o'zi bo'g'adi. G'alati elat bu, g'alati el bu. Tushunib bo'lmaydi sira ham aytsam, bir jarlik ko'raman yo'l oxirida, oldinga yur deydi orqaga qaytsam. G'alati elat bu, g'alati el bu. Buyuklik sharafdir, biroq o'y surmang. Tag'in dardlarini eshitayin deb Boburni sira ham uyg'ota ko'rmang. Salomat bo'ling. G'alati elat bu, g'alati el bu.